Kattalarimiz aytishganda xayri bordi, barakasi bor deyishgan. Alloh xolasa shu YouTube'ga chiqib obunachilarimizga arzon qo'yib berayotgan Abbosbekni mini qo'y fermasiga yetib kelganmiz. Obunachilar videoni boshidan bittadan like-ni urib qo'yavering hoji aka. Alloh xolasa pul olmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday nasldor sog'liq ishqibozlari. Obunachilar video boshidan bittadan like urib qo'ying. Xudo xolasa mana shunaqa qo'ylar arzoni kelganda birinchilardan siz xudo xolasa olishga imkoniyatingiz bo'ladi. Videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzonchi, optimchi o'sha xalqimizga xudo xolasa arzon sog'liq qo'chqorda olib kelib turgan Abbosbekda xonadoniga yetib kelganmiz. Saydullo bugun obunachilaringizga xudo xolasa eldan 400 ming 500 ming arzon bo'ladi. Chunki bugun yangi partiya yetib keldi deb xudo xolasa o'zlari bugun katta va'da bilan chiqdilar. Xudo xolasa buni bor ma'lumotini qani endi xudo xolasa Abbosbekdan olib berishga harakat qilamiz. Abbosbek bormisiz? Bormiz Saydullo. Keling Saydullo. Keldim xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun Ramazon aksiyasi bo'ladi. Xudo xolasa arzon bo'ladi chiqmagan kunlaringizga. Bo'g'oz to'xli qo'ylarning narxi bomba narxlarda. Bomba bo'ladi xudo xolasa endi. Ko'chadagi qo'ylardan 200 ming 300 ming xotirjam arzon bo'ladi, xudo xolasa Abbosbek. Birinchi partiyamizga soni nechta? Soni 9 dona. 9 dona variantidan. 9 dona yetik xudo xolasa bo'g'ozmi bu? Yillari ko'chib qolgan. Bo'g'ozni berishgan Saydullo bizga ham. Shu narsaga olishaveradi. Yaxshi niyatda olsa 9 tasi xudo xolasa. Xudo berib, xudo xolasa bo'g'oz chiqib qolsa sizlarga baxtlaring. 18 ta bo'ladi. 18 ta bo'ladi. 9 ta narsangiz xudo xolasa 18 ta bo'ladi. Lekin mana buni ularda qaranglar. Hammasi qoni toza variantidan. Oyoq qo'li kelishilgan, sog'lom, yeb ichishlari zo'rmi? Yeb ichishlari sinovdan o'tdi Saydullo. Yana bir hafta sinov olishimiz. Bo'ylarini nechiga beramiz bo'ladi? Bo'ylarini Saydullo realni bo'ladi hamma narsa bizda, har doimgidek. O'lchab beramiz. O'lchab shuni bittasini o'lchaymiz. Lekin mana Saydullo. Metrda olib kelinglar. Mana o'zlaring ko'rib olasizlar. Olishsa o'zlari mana. Pastga tegib turib tepa. Mana o'zlaring ko'rib olasizlar. Shuni ikkita ushlaveraylik. Mana videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim obunachi, lekin qo'ylar xudo xolasa o'ta bo'lakcha narsa. Hamma yo'q kelishgan. O'zlari olishsin. Uzunliklarini ham o'lchang buni hamma joyiga kelishgan. Mana quloq voshlari ham butun aka, aksariyatiniki quloq voshi butun. Xudo xolasa olasiz akalar, maza qilib boqib buni bolasini olib yursalaring mana. Hammasi ham ko'rsatib qo'yamiz. Sevlar real bo'lsin. Realna, shuni lekin u ham o'ta kuchli qo'y ekan bu ham. Eng fakat eng polvon. Mana qo'ylar bo'yim yerga yaqin qo'yda. Qo'yni o'lchab oling mana. Hozir qo'y turg'ayotdi. Qo'y qichiq turibdi. Mana Saydullo. To'g'rilab o'shang. Mana qo'ylar chors qo'ylar ekan. Shu ko'rishda olishasiz narsaga. Xolasa mana o'zlaring ko'rdilaring obunachilar, lakaslarimiz yaqin bo'lsa ustiga kelib ko'rsalaring, xudo xolasa aniq olasizlar. Abbosbek buni narxini chiroyli qilib aytingchi, xudo xolasa obunachilar shuni ko'rishgan Abbosbek oldim, chiqaraveraver menga deyishdan qilib narx ayting. Saydullo like-ni bosib otangga rahmat deb kommentariyada iliq fikrlarni bildirib tursin. Narxi 5 million 700 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabki meni 5 million 700 ming so'mdan Toshkentgacha. Shuni Samarqandgacha qilaylik Abbosbek. Samarqanddan ham ko'pchilik ko'rsatar ekan bizga. Telefon qilsin kelishamiz. 100 ming plus bo'ladi endi Saydullo. Keling, xudo xolasa 5 million 700 ming so'mdan o'tadigan xonasi bormi? Telefon qilsa hammasini bir joyga tortdim deysa o'tadigan xonasini qilib beramiz. Siz har doim videoda o'tib berib kelayotgansiz. Videoni boshida ham aytdim, Abbosbek arzonchi deb aytib, o'sha nimani axlang. Saydullo like-ni bossin. Bozorda 200 ming 300 ming arzon bo'ladi. Nech puldan bo'ladi? 100 mingdan emas 200 ming so'mdan o'tib beraman har bittasidan. 5 million 500 ming so'mdan siz aytgandek Samarqandgacha Samarqandgacha. Yana telefon qilishadi, yana o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib beraman. Sunnatiga o'tib berasiz. Bir joyga olasizlar obunachilar. Xayri sunnatiga o'tib beradi. Lekin qo'ylar xudo xolasa sog'lom. Sog'lom qidirib yurgan akalarni bittasini bozordan olishaman desa, mana shu qo'ylar 6 million Saydullo. 6 million. Bitta ikkitaga ham sotaverasizmi? Bitta ikkitaga ham sotamiz. Oyoq tortib olishsin. 5 million 700 ming oyoqdan tortib olishsin. Shuni yarmidan bo'lishib olsangiz, masalan, yarmidan bo'lib olsa bo'ldi, o'sha narxdan ketaveradi. O'sha narxdan ketaveradi. Cho'poncha bo'lib olsa bo'ldi. Cho'poncha bo'lib olsa bo'ldi. Bo'ldi, mana obunachilar xudo xolasa keyingi partiyalarimiz hammalari qorin tashab qo'ygan, yillar ko'chib qo'ygan. Shu narsaga olishaveradi. Shu narsaga olishaveradi mana. Lekin baxtli aytdim-ku, boyagidek. Baxtlaring berib bo'g'oz chiqib qolsa, xudo xolasa yaxshi. 11 oylik qo'zi bular. Qo'zi hali xudo xolasa. Hali yem yemagan, Saydullo dalada yurgan. Bu narsaga yem deb bersa ko'rasiz. Suyagi buzuq narsalar.
Xullas obunachilar keyingi partiyalarimizga soni 4 dona. Maza qilib boqaman degan akalarimizga tavsiyani beramiz. Yosh oyligi qanaqa Abbosbek bo'ladi? Yosh oyligi 9-10 oylik. 9-10 oylik. Hali qo'l bir xillab qo'ygan. hammasi bir xil. Bitta obunachimizni qo'ydi. Bo'ylarni nechiga beramiz bo'ladi? Bo'ylarni 75 ga olish olsa, 75 ga olish bo'ladi, 80 ga yaqin, lekin 77 hammasi toza qo'y, xudo xolasa. Buni yuzlarini qarang, quloq boshi butun hamma yo'q xillar tushgan. toza kashdan qidirib yurgan akalarimizga mana zo'ri kelib qoldi-yu, hoji aka, mana shu 4 tani oling, xudo xolasa maza qilib boqasiz. Rahmatini aytasiz. Quloqlarida aksariyat Sog'lom bular ham, xudo xolasa. Sog'lom. Sog'lomligiga 10 kunga garantiya bo'ladi. 10 kunga garantiya. Yeb ichishlari sinovdan o'tdi bular. Sizlar sinovdan o'tgani 10 kun sinov olishverasiz. Sinov olishiradi buni. Abbosbek narxini aytingchi, narxini. Narxida hamma yo'q. Buni ming maqtag'amiz bilan. Buni 5,5 million emas, 5,400 emas, 5,300 emas, 5,200 mingdan olishadi. 5,300 ming so'mdan oxirimi bo'lyapti o'shanda? Yo'q, 5,200 dan oxiri bo'lyapti. 5,200 ming so'mdan qayergacha dastlabkasi? Samarqandga dastlabkasi besplatni meni bo'ynimga. To'talasini olishsa, hayraga o'tib berasiz. To'talasini bir joyga oldim deyishsa, chiroyli qilib o'tib bersangiz, to'ttasini olib, maza qilib, boqib, duo qilishadi hoji akalarimiz. O'zlarim o'zim qo'yib olaman degan akalarimizga tavsiyani beramiz. Mana imkoniyatda zo'ra. Obunachilar keyingi partiyalarimizga soni 5 dona puli arzon variantidan qidirib yurgan akalarimizga mana puli arzon 5 ta. Bularni ham yosh oyligi necha oylikdan? Yosh oyligi bularga ham 9-10 oylik. 9-10 oylik. Oldingi partiyadan bir xil prosta pardoz berilmagan. Pardozi berilmagan hali. Vaqt yetmadi. Sal kundan keyin shularni ham qirqim yesa, chiroyli qilib mana buni qo'shib. Bir oydan keyin kashdan bo'lib qoladi. tashaveradi. Bir oydan keyin yungini olib, yeng betashaverasizlar, xudo xolasa. Buni bo'ybastini nechiga beramiz, Abbosbek? 75 ga olish olsin buni ham. Sog'lommi bular ham, xudo xolasa? Sog'lomligiga 10 kunga sinov beramiz. 10 kun sinov olishaveradi. 10 kun sinov olishaveradi. Dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Samarqandgacha har doim. Bular ham Samarqandgacha, xudo xolasa mana. Hamma yo'q kelishing uzun variantidan. 5 tasini bir joyga oldim deysin. Quloq boshi ham butun ekan hammasiniki. Nech puldan yetkazib berasiz, Abbosbek? Pul arzon bo'ladi dedi Saidullo. Pul arzon bo'ladi. 5 million 100 ming yetkazib beramiz. 5 million 100 ming so'mdan o'tib berasiz. Pardoz berilmagan. Nargilardan bir xil lekin. Pardoz berilmagan. Shu 100 mingdan kam bersang, yungini olib olishadi bir oydan keyin. 5 million 100 ming so'mdan o'tib berasizmi? O'tadigan xonasi bor, telefon. Nech puldan o'tib berasiz? Gapiring. Shayda o'tib bering. 100 ming so'mdan o'tib beramiz Saidullo. 5 million so'mdan yetib boradi. Arzon bo'ladi dedik, voy. Obunachilar qo'yasi arzon bu. Qimmat degan. Hamiga yerini tashab qo'ygan Saidullo. Qimmat deganmiz, biz ham shuni hammasini bir joyga olishadi, o'tib bering, xudo xolasa. Oxirgi partiyada 5 ta qo'ydi oldim deysin, dangalga dangal. 4 million 900 ming 4 million 900 ming so'mdan Toshkentgacha. Toshkentgacha bo'ldi. Samarqandgacha dedingiz, Samarqandgacha ketadi bular ham, xudo xolasa. Lavzizni oldim, Samarqandgacha ketaveradi. 4 million 900 ming so'mdan obunachilar mana, xudo xolasa. 50 ta variantlar. 50 ta variantida. Shuni mashq qo'ylar ko'rib turibsizmi? Xudo xolasa oling, xudo xolasa maza qilib boqasiz. Jo'nat deysin 4 million 900 ming 4 million 900 ming so'mdan hammasini olishadi, xayri sunnatiga o'tib berasiz, yengil. Bir nima o'tib berasiz o'zlariga, telefon qilishadi, hammasini obunachilaringiz hammasini bir joyga olishadi. Bugunga shu qo'ylar bo'ldimi, Abbosbek? Bugunga shular. Obunachilar, xudo xolasa Otaga rahmat deb yozib. keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorvasiga omad.